Demak, bugun yana mening sevimli kofem Cordyceps kofeni tayyorlab iste'mol qilamiz. Buning uchun bitta stakanga 100 gramm suv, 70-80 gradusli suv bo'lsa yetadi. Bitta Cordyceps olamiz. 100 gradusga damlamang, foydali xususiyatlari yo'qolib qoladi. Bitta kofeni olib, solib damlaymiz. Bu kofemiz nima vazifalarini bajaradi? Immunitetni yaxshilaydi. Birinchi o'rinda bitta ichib olganingizda sizga kun davomida energiya beradi. Qon aylanishingizni yaxshilab beradi, kayfiyatingizni yaxshilaydi, charchoq nima bilmay yaxshi yurasiz, gemoglobin ko'paytiradi. Antibiotikli kofe bo'lganligi uchun shamollashning har qanday turida juda ham ajoyib natija beradi. Ta'mi juda ham xushtam. Kunlik iste'mol qilib yurishga ham tavsiya qilamiz. Ko'pchilik aytadi, kofe ichsak, iste'mol qilsak, aynan sizlar kofelingizga o'rganib qolmaymizmi? Menda charchoq ko'p, ichganimda yaxshiman, keyin yana shunaqa holatga tushib qolmayman. Nimaga ichganingizda yaxshisiz? Bu hujayralaringizga ozuqa. Mahsulotlarimiz mikronuklein hujayralaringizni to'yintirib beryapti. Shuni hisobiga zo'r yuryapsiz. Endi qarang, ovqat yemasdan necha kun yura olasiz? Non yemaysiz, ovqat yemaysiz, suv ichmaysiz. O'rganib qoldingizmi ovqatlarga? Yo'q. U sizni tirik yurishingiz uchun siz organizmingizga kerak bo'lyapti. Aynan bizning mahsulotlarimiz ham xuddi shunday hujayralarimiz ham ozuqasi hisoblanadi. Shuning uchun o'rganib qolamanmi? Boshqa so'zlar umuman kerak emas. Siz iste'mol qiling, sog'lom bo'ling, kun davomida energiyaga boy bo'ling. Iste'mol qilamiz. Bismillah. Juda ham mazali. Ta'miga gap yo'q. Bir iste'mol qilib ko'ring, o'zingiz bilasiz. Dexin Cordyceps kofe. Bu kofeni ichgandan keyin aniq bilaman, bizning kofelarimizni, Dexin kompaniyamizning kofelarini ichgandan keyin boshqa hech qanaqa kofe ichgingiz kelmay qoladi. Chunki bu ajoyib tanlov. Barchangizga tavsiya qilamiz.